Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli, hikmatli gaplardan gaplashatuvdik, davom ettirdik do'stlarim. Umr o'zi ozgina ekan. Qancha aqlli gapga ko'proq quloq solsangiz, hayotingizda mazmun ko'payib boradi. Chunki nima uchun yashayotganligingizni bilasiz. Demak, bu dunyo degan mehmonxonaga nima uchun kelganligingizni fikr mulohaza qiladigan bo'lasiz va albatta bir kuni bu ne orzular bilan qilgan xonadoningizni bu dunyoni tashlab ketishga majbur bo'lishingizni ham o'ylaysiz. Chunki bu ketayotganlar hammasi nochor ketyapti. O'z holiga qo'yganda tashlab ketmas edi. Boy ham, kambag'al ham, domla ham, omi ham tashlab ketmas edi. Demak, umr chegaralangan, yeydigan, ichadigan narsalarimiz hammasi hisob kitobli, oladigan kislorod havomiz ham sanalgan do'stlarim, bir dona qo'shilib qolmaydi do'stlarim. Butun dunyoni meditsinasi yordamga kelgan taqdirda ham shoh ham, gado ham nochor, o'sha kislorod tugadi, motor to'xtaydi do'stim. Motor o'chadi. Endi do'stim, inson shunday narsa, hamma mavjudot, mahluqot shunday narsa. Insonni o'zini oladi do'stim. Hamma narsa bu dunyoda sotiladi va sotib olinadi. Hikmatli gaplar qarang. Hamma narsa bu dunyoda sotiladi va sotib olinadi. Lekin Habibulloh Qorini misol uchun tanasidan joni chiqdi. Endi uni murdasi sotilmaydi, birov sotib olmaydi. Endi u hech kimga kerak emas, bir tashlandiq matohga aylandi. Kecha ko'tar bo'layotgandi. Endi faqat uni qabrga olib borib ko'mtashash kerak. Demak, Habibulloh Qori shu kun kelgungacha harakatini qilgan bo'lsa, boradigan joyi jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lib kutib turadi. Qiyomatgacha osoyishta, rohat, farog'atda yotadi. Endi qani yag'i ham bir gap bo'lar. 5 kunlik dunyo, axir orzu-havaslarimizni qo'yaylik degan, orqaga tashlagan yoki ochiq inkor qilgan inson endi qancha ayanchli holatda bo'lishini tasavvur ham qila olmaydi banda do'stlarim. Shuning uchun aqliy gapga ko'proq quloq soling do'stim. Ey Habibulloh Qori deyaptilar. Zoti Xudoga bandani holi havoladir. Qarang. Alloh taologa barcha qilayotgan yaxshi va yomon amallarimiz puxta ayon, balki qalbimizdan o'tayotgan yoki endi keladigan fikrlar ham Alloh taologa ayon do'stlarim. Qilmak duoni jazm ila tavfiz ila savob bo'lgan talab ta'ma bila bois vaboladir. Do'stlar, birovga bir yaxshilik qilyapmiz. Agar bir maqsadni ko'zlagan holatda unga yaxshilik qilayotgan bo'lsak, demak Alloh uchun emas ekan.
Misol uchun telefon qilib rosa hol ahvol so'radingiz. Rosa hol ahvol so'radingiz. Keyin oxirida bir iltimos bor edi dedingiz. Demak, siz aslida o'sha iltimosingiz borligi uchun telefon qilyapsiz, rosa hol ahvol so'rayapsiz. Oxirida o'sha iltimosingizni aytyapsiz. Demak, o'sha iltimos sababli telefon qilibsiz. Telefon qilishdan bir maqsadingiz bor ekan, do'stim. Shuning uchun do'stim, xolis salomalik, xolis yaxshilik Alloh taoloni roziligi uchun xolis yaxshi amallarni ko'paytiraylik do'stlarim. Dil ma'rifat mahali erur bo'lmasin g'ubor. Alloh taolo bizni tashqi ko'rinishimizga qaramas ekan. Bizi qilayotgan amallarimizga ham qaramas ekan. Alloh taolo bizni qalbimizga qarab muomala qilar ekan. Do'stlarim, qalbimizda da g'ubor bo'lmasin deyaptilar. G'ubor bo'lmasin. G'ubor nima? Bois ani g'uboriga botil maqoladir. O'ylamay gapirayotgan har bir so'zlarimiz g'iybatmi, bo'xtonmi, yolg'onmi, mishmishmi, bularda hammasi do'stlarim xuddi chang stol ustiga chang o'tiradi, yo turgan mashina ustiga chang o'tiradi. Demak, insonning qalbiga ham chang zarra bo'lib o'tirib, qalbimiz lo'qalanib qolar ekan do'stlarim. Endi u qalb yaxshilikni ko'p ham bilmay qoladi, chunki kompyuterda aqlli fayllarini ko'plari o'chib qoladi. Har bir narsa hosil bo'lur domi makrila. Endi do'stlarim, hammamiz bir kasb kamolat qilamiz. İnsanlar bilan oldi-berdi qilamiz. Busiz iloji yo'q. Endi o'sha kasbingiz taqozosi bilan odamlar bilan oldi-berdi qilganingizda ularni moddiy haqqiga xiyonat qildingiz. Moddiy haqqiga xiyonat qildingiz. Aldadingiz endi. Vizri jazo kunigacha gardanda qoladir. Endi misol uchun Habibullo qorinni 1000 so'mga aldagan bo'lsangiz, u o'zi aldanganini bilmas. Juda siz mohirlik bilan aldadingiz. Lekin u daftarga tushdi, videoga olindi. Ana shu 1000 so'm tufayli dunyoda ancha kulfatlarni ko'rasiz. Albatta kulfatlarni o 1000 so'm sizga baxt keltirmaydi endi. O'sha 1000 so'm sizni hayotingizga, ro'zg'oringizga virus bo'lib tushdi. Baxt ozayib boradi endi. Endi taningizda joningiz borligida u inson bilan o'tdingizni tozalasangiz tozaladingiz. Endi bo'lmasa qiyomatgacha o'shani azobini qabrda ham totasiz, endi qiyomatda jannatga o'sha to'siq bo'lib qoladi. Lekin amallaringiz juda ham ko'p. Lekin birovning haqqi yelkangizda tursa do'stim. Har kimni qismatiga qarab navbati yetar. Do'stlarim, Alloh taolo bizni yaratganda bokimizga benzin quyib qo'ygan. Misolda endi oson tushunasizlar. Kimga qancha benzin quygan o'zi biladi. Benzinni qancha qolganligini ko'rsatuvchi hisoblagich datchik ishlamaydi. Endi hayot davomida ko'rib kelyapmiz do'stlarim,
ba'zan otani benzini, onani benzini oldinroq tugab qolsa, ba'zan ota-onadan oldin bolani benzini tugab qolyapti. Benzini tugab qoldi degani, uni umri tugadi degani. Endi uni bokiga hech kim qo'shimcha benzin quyolmaydi. Benzin tugadi, motor o'chdi, hamma yo'q endi blokировка bo'ldi. Uni endi zapchas ham qilib ishlatib bo'lmaydi, do'stlarim. Kimga navbat qachon keladi? Buni Alloh taolo biladi. Aqlli inson har bir kunni g'animat biladi. Mushkul maqomi rutbai irfonga yetmagi Alloh taoloni roziligiga yetolmaydi. Alloh taoloni roziligiga olib boruvchi yo'llar to'silib qoladi. Kimki hasad dardiga giriftor bo'lgan bo'lsa, hasad oxir oqibatda kimgadir berilgan ne'matga sizda norozilik hissini tuydiradi. Siz uni xonadonini tinchlik osoyishtaligiga rozi bo'lasiz. Uni ravnaqiga rozi bo'lasiz. Uni xonadonidagi har bitta xursandchilik sizning qalbingizga dard bo'ladi. Yina bo'lib sanchiladi, bezovta bo'laverasiz. Yonaverasiz, kuyaverasiz. Demak, siz unga berilgan ne'matni bergan zotdan norozi bo'lyapsiz. Demak, siz Alloh taolodan norozi bo'lyapsiz. Do'stim, har kishi olamda o'z fahmiga mag'rur o'tkusi. Do'stlarim, bizi yana bitta xatolarimizdan biri o'zimizni hozirgi holatimizga mag'rurlanib, ilmimiz yo molimiz yo mansabimizga mag'rurlanib, o'zimizga katta baho qo'yib qo'yamiz. Kimlardandir o'zimizni ilm, mol, mansab jihatdan yuqoriroq fahmlaymizda, o'zimizga kattaroq baho qo'yamiz. Go'yoki tanlangan insonlardanman degan qalbingizni eng chiqir joyga kelib qoladi. Shayton qalbingizga kirib juda sizni maqtaydi. Do'stim, bu shaytonning asosiy tuzoqlaridan biri, do'stlarim. Nafsini ilm va amaldan xalqdan ortiq ko'rar. Demak, o'zini ortiq ko'ryapti. Birinchi sort deb o'ylayapti boringki, albatta u sirotal mustaqimdan adashdi. Sirotal mustaqim degani jannatga olib boradigan palasa degani. Do'stlarim, kimki nafsini tiyolmasa, orzu havasini tiyolmasa, bir chegarani ushalmasa, bu ishlar hammasida tezligi ortib ketsa, tormozi yaxshi ishlamay qolishining ehtimoli bor, rolini yaxshi ishlamay qolishining ehtimoli bor. Demak, u bir baloga, musibatga giriftor bo'lishining ehtimoli bor deyaptilar. Demak, ibrat bilan boqmaydigan bo'lsangiz, hamma ishlar bo'layotgan ishlarga bir ibrat ko'zi bilan boqmaydigan bo'lsangiz, do'stim, shu ovqat yeb, bola tug'ib, imorat tosh qilish, orzu havaslar bilan avara bo'lib o'tib ketishingiz xavfi bor ekan, do'stim. Bu gaplarni gapirdik. Bu gapirayotgan Habibulloh qori ham o'zi oppoq. Bas bu kamchiliklar hammasi bunda ham bor. Demak, bir-birimizga ilinib gapiramiz. Hammamizga Alloh taolo qalbi ochiq, fikrli, tafakkurli insonlar qatoriga qo'shsin. Ozgina qilayotgan amallarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Alloh taolo o'zi oqibatimizni xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.